Siz bu videoni ko'rayotganingizda balki yomg'ir yog'ayotgandir. Baqirib aytinglaring. Balki yomg'ir yog'ayotgandir. Unda choy, ko'filar yoningizga qo'yib oling. Chunki do'stlar, shunaqa kadrlar. Assalomu alaykum. Amakim fermalarda. Tuzumsiz aka, yaxshi keldingizmi? Zo'r, Allohga shukr. Qalaysiz o'zingiz? Yaxshiman, Xudoga shukr. Ketdi, gibrid. Mana gibridlardan aka, Xudo xolasa. Voy, mana shular g'unachim bo'lgan variantini chiqarib keldim zomindan. Hademay bo'lib ham oy kun shig'illab o'tib ketyapti aka, mol bo'lib qoladi. Shunaqa. Olib keling aka, jupini ham olib keling, biratan. Voy. Mana molni qarang. Simentalga addinkaddan bu shoxlarigacha qarang, ko'piy aka. Faqat shu bitta aybi shoxi bor. shoxi bor. Mol shoxi bilan, gul tikoni bilan. Shunaqa mana. Mana, bo'l jupiga nima qilamiz? Haydab boring aka. Jupiga sotamiz, xudo xolasa. Doniga ham sotib turamiz. Do'stlar, sarlariga ham e'tibor bering. Ha, aka, molakan deb qing'ir-qiyshuvni bo'tdi. Ha, qarang. Jonivorlar sutli molli bolalar aka. Mana shu oq yetu variantlari do'stlar bir qop pul bo'lib chiqib kelyapti. Yemasa, ichmasa molli badani bunaqa bo'lmaydi. Ostini ham ko'ryapsiz-a? Aka, bular sutchi molli bolalari. Ani qalan-qasangi mollar emas. Yosh oyliklari qanday? Yosh oyliklar aka 9 oylik, 10 oylik, shunaqalik buzoqlar. Xudo Ketdi. hay jonivorlar. Qani? Ketdi. Bitta voylarim mani. Sanani esdan chiqib qolibdi. 2026-yil 2-fevral. Do'stlar, mana katta sigir qilib olish ko'nglingizda niyatingiz bor, lekin yetib olmayapsiz. Sizlarga yana ham yo'lni tezlashtirib, osonlashtirib ko'rsatamiz. Sababki pullari xudo xolasa yengil bo'ladi. Yengil aka, unaqa oldi qochdi nima yo'q. Lekin kachsivasiga, sifatiga aka go'shtga taqqoslasa, bularning hisobi chiqmaydi. Men borini aytib turaman, menda arzon, tog'amda qimmat, anunda mamunda emas. Sifatiga qarab hamma mol. Mana do'stlar, ko'ringlar. Iliklarini ham oling aka, baquvvat, iliginga ichki bir qing'ir-qiyshuv. Ha, kalta-kulta ajina mol emas. Ha, mendan ketib qassob ketib olguncha mollar emas bular. Gazansa ham uzun do'stlar. Mana gazalariga ham uzun, orqalariga ham, bichimiga ham. Forma simentaldan kam joyi yo'q. Bu gibrid varianti aka. Endi molli bori shu. Bularni aka narxini aytaylik-da. Yoshi qandoq edi? Yoshi 10 oylik. Ha, ikkalasi 10 oylik. Ikkalasi 10 oylik. Mana tan joni sog', yemasa, ichmasa mollarning badani bunaqa bo'lmaydi aka. Bug'doy pishishiga bitta qo'yib yuborsa bug'doy pishishiga xudo xolasa qochadi. Bo'ylari 1.20 da, orqa tarafidan o'lchangan. Ha, orqasi 1.20. Ha, go'zalligini qarang buni, ha, jonivorlar. Moling bormi desa bor degidan. 19 million so'mdan bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha dastlabkasi ichida. 19 million ichida. Ha. Xayriga o'tib berasiz. Ha, har bir donasi 19 milliondan. Gibridni olsa ham shunaqa pulga beraveraman men aka. Buni olsa ham shunaqa pulga beraveraman. Yashayapti. Ani yo gibrid bilan bo'lsa mana bunaqa narx. Simental mahalladan o'tganda. Yo'q, oldi qochdi unaqa nimasi yo'q. Mana. Mana go'zalligini qarang. Voy jonivorlar. Voy, bular meni ko'zim bilan qarang aka, ham qarang. Xudo xolasa yaxshi narsani bolalar aka. Yaxshi narsani ilinamiz. Buni qarang. Do'stlar, hozir qimmat sirashinglar mumkin, lekin ertaga bularni yetiltirib sigir qilgan paytinglar yaxshi ham o'sha payt anu qo'shnini gapiga kirib qimmat siramagan ekanman. Kommentariyada bittasi qimmat deb yozuvdi, o'shani fikriga kirmagan ekanman. O'zimni aqlim bilan olganman deb. Ya xudo xolasa rostdan mazza qilib baraka topasiz. Sababki mana do'stlar, oddiy misol qilib aytaman. Uzoq emas, oddiy misol. Vodiyda Abrorus Habibullo akam. Qani Katta sigirlarni obzor qiladilar. Aka, shuni g'unajilligida necha pulga oldingiz deb so'raylar. Birinchi savolni beradilar. G'unajilligida bir 10 oyligida, 9 oyligida 13 millionga oldim, 14 million, 15 millionga oldim bo'ladi. 1 yil oldingi gap bu. Hozir 49-50 millionga sotdim deydi shunaqa sigirlarni. Mana shunaqa yosh variant. Kimdir agar ishni yangi boshlayotgan bo'lsa, do'stlar tavsiya beraman. 19 million so'mdan xayri bor. Yo'q, ha, xayri bor. Bu yog'i Andijon, bu yog'i Samarqandgacha dastlabkasi ichida. Yashayman. Endi bularga ishqiboz bo'lib, sal kichikroq bo'lsa, olardim deganlar ham shoshishmasin. Bo'ldi. Ha, ikkita qo'chqorni sotib yubordim, bo'ldi. Ha. Qo'chqorni ish qolmadi. Kichkina variant. Qo'chqorni ish qolmadi. Yengilroq bo'lsa bitta sigir qilib olaman deganlar. Mana aka, xudo xolasa, bu ham gibrid varianti. Buguncha aka gibridlar kuni bo'ladi, xudo xolasa. Bundan ham kichkina varianti ham bor. Lekin bu rosa sutli aniq ekan. Ha, bu go'shi ham kamda, sutrasa beradiganida. Yuqa terida badani ham. Mana qarang aka. Bo'ynlari ham ingichka. Voy jonivor. Bu haqida gap ketayotgani bilyapti bu ham. To'xta, yomon ish qilmaymiz. Yomon ish qilmaymiz. Buni bo'yi 1.10. Aha. Bo'yi 1.10. Yur jonivor. Bu 8 oylik varianti. 8 oyligi. Ha, quloq raqami 34-60 ekan. 34-60. qarang. Aha, 34-60. Ha. Yoshi qanday edi? Yoshi 8 oylik buni. 8 oyligi. Ha.
Ana aka, вообще. Mana jonivor. Qo'y. Mana jonivorlar. Voy joning, Ko'rdingizmi aka? turib qarang. Tan joni sog', sifati zo'r. Ostlari ham kevorgan. Qochmaganmi? Anaqa yosh, ko'chat. qarang. Sevaman-da shunaqa kadrlarni, sevaman. Xudo xolasa katta bo'lgandacha aka, buni olgan odam apparat olish kerak. Qo'lda sog'ib zeriktirib yuboradi. Ostini qarang. Tushyaptimi kameraga? Ana mol. Turib qarang. Boshqacha. Ke. Voy jonivor. Voy joning, o'ldirding, ado qilding, vashim, kuydirding. Mana. Ana endi tasavvur qiling do'stlar, hali narxini nimasini bilmayman. Mana shuni bo'g'oz qilib yetiltirib qo'ysangiz, bu g'oddayib turib bersa. Qani ketdi. Ha, jonivor. Peshonasida 7 largacha bor aka buni. Yomon turarkan lekin. Qarang. Ana. Voy mashalloh, do'stlar buni qarang. Xudo berib 60 million, 65 millionlik bo'lib ketar. Endi boqsa bo'ladi. Shunaqa. Ha, qarang, mana aka, har taraflama. Ostini ham ko'ryapsizmi? Ko'rpacha gul bo'yotibdi. Ha, qarang, ana. Jonida. Ushasiga bir chekkaga turdi. Mana. Moling bormasa bor degida. Narxi 17 million so'm. 16,5 million so'm. 16 million. Bol jupiga 16 milliondan. Bunaqasiga ham yurib yuboraman. 32 million so'mga Vodiy Samarqandga dastlabki qilib berasiz, qayerda bor ozgina. Albatta aka, men 12 ta viloyatga qilib beraveraman. Ha, kelishiladi. Kelishilgan holat bo'ldi. Mana jonivor. Surxondaryo, Xorazm, Buxoro hamma yoqqa boraveradi. Qashqadaryo boraveradi. Xorazm, voy, mana kecha jo'natdik. Buxoroda qummichiga olib kirib tashlashdi bolalar. Ana. Bor ekan Buxoro shunaqa joylar. Aka. Yigit o'lmay, g'am ko'rmay yursa, hammasini ko'raveramiz. Ha, boshqa. Mana jonivor. Mana qarang. Quloq raqami 3486 ekan. Qoraqalpog'istonga ham yetib boraveradi. Kelishilsa bo'ldi, do'stlar. Mana jonivor. Buni bo'yi 1.10 plus, orqa tarafidan o'lchangan. Buni yoshi qandoq edi, yaxshi? Bular anuni 8 oylik, bunisi 7 oylik. Lekin jonivor haqiqatan bo'ladigani boshidan. Ha, aka. Bu duruvlar qarang. Uzmaster kanalida molli bitta aybi bor, mana bu yerda kichkina qo'tiri bor edi. Vaksinalarni qilib, mana maspazlarni surib qo'yganmiz. Hozir anaqasi yo'q-a? Yo, aka, borni aytib sotinglar. Ana nima deydi? Anaqa ortiqcha gap so'zga hojat yo'q. Buni ham boyligimiz, bundan ham kichkinalari bor, chiqaramiz. Yana ham yengilroq-a? Xudo xolasa, aka. Puliga qarab. Voy, lekin aka, olgan odam xudo xolasa o'ldirdi mana vobshim. Do'stlar, eng muhimichi bularni yelik olib ber, iPhone 17. Aka, bundoq qilaylik. Hozir mana mashina iPhone 17 ni puli, misol, bunda o'ylab qarasa, lekin bular pulga pul qo'shadi-yu. Mana gibridimiz 34 44 aka. 34 64. Ha, 34 64. Mana ostini ko'rsatib qo'ying, aka. Tushdi. Ha. Xo'p, bunimiz rossiyskiyimiz 67 95 ekan. Mana osti. Qarang, mana jonivorlar. Oq yili. Ha. Xo'p, bunimizaniki to'g'irchog'imiz 34 68 ekan. Mana ostini qarang, aka, mana. Bo'g'oz emas. Bo'g'oz sigirdi-ku. Mana 34 60. Mol sotsang, butunlay ko'rsatib sot. Mana jonivorlar. To'rbosh. Orqa soni, iliklari jupiga 16 milliondan, jupiga 19 milliondan, lekin donaga ham sotaman aka. Sotilaveradi. Ha, 12 ta viloyatga dastlabkasi bor. Dastlabkalari bo'laveradi. Albatta aka. Kelishilgan holda. Ikkita kursdosh bitta bo'lib olmaydimi? Berib yuboradi. Tanishganni yuvib, sotaveramiz. Chiqazaveramiz aka uni ham. U kirimi yo chiqadimi ular? Aka, klientlar kelishmayapti. Mol boryapti-ku, mol chiqadi ekranga. Haydang aka. Do'stlar, mana iPhone mana jonivorlar. Ay, joning sog' bo'lsin. iPhone'ni puliga beradi, to'g'ri, bitta mashinasi iPhone'ning pulidir. Lekin bir yildan keyin iPhone'ingiz yomkisi tushib ketadi. Zaryadkaga qo'yib, bamincha qo'yibsiz, qoningiz ichadi ovotganda. Lekin bu bir yildan keyin mana bunaqa, bitta xonajin, bitta buqachasidan. Bugun martla mol olib, martla mol sotadigan. To'xta. Mana jonivorlar. Bunisi xonajini, gibrid. Bunisi xonajini. Bunisi buqachasi. Buqachasi. Bunisi krasniy pyostri, Rossiyadan kelyapti, qizil olalar. Shunaqalardan tug'ilgan, sutdan chiqqan, yemga o'tgan. Narxi 14 million so'm. Ha, buqachasi. Buqachasi. Aha. Mana bu gibrid xonajini. Bu sutemdi shaka. Sutemadi bu. Narxi 13 million so'm. Hali ham emadi? Hali ham emadi, lekin buzoqlar pachka, orqalarini ham ko'ryapsizmi? Ha, mana korobkalarni qarang, bichimlari. Siz menga ishonishingiz mumkin. Ekran orqasida har xil odam bor. Ko'rinmay qoladi. Mana shu buzoqni ham ostini ko'rsating, bo'ldi. Tushdi. Yetadimi? Bo'ldi. Ana endi kommentariy ochiq do'stlar.
xolis fikringlarni yozinglar. Mana misol uchun beradi, Jaydar ham beradi, 10 millionga ham beradi, mana bundog'ini 12 millionga ham ola olasiz. Lekin uni yetiltirib bo'g'oz qilib, shuni sigir bo'lgan variantini Nurafshondan 23-25 million sigirini chiqaryapmiz-da. Lekin mana bunaqalarni ola qoralarni Toshtaroziga amaki qachonga qochadi mana shu ikkita katta? Aka bu 3 oy 4 oyda qochaveradi. Endi boquvga qarab. Kimdir olib borib, 3 kun zo'r qarab, 3 yil buni turmaga tiqib qo'ysa, 2 yilda ham qochmaydi mol. O'zingiz maslahatingiz, bo'ylar necha bo'lib qochgani yaxshi? 1.35, 1.40 qilib qochiraverish kerak. Erta bahor mol bari zo'r o'sadi, bahor havosi zo'r. Misolda endi 1.35 qilib qochirsa, bo'g'ozli paytda 1.5 metrlab bo'laveradi mashinlar. O'sadi yana. Ha, aka. Endi boqsa, mol bilan gaplashib, mehr bersa. Sifati zo'r, tan joni sog'. Birinchi kun mol chiqarayotganimiz yo'q aka. Mana buni hozir Odil akam zo'r gap chiqardilar. PUBG ni zo'ri deb. Mana PUBG ni zo'ri. Shuna jangga olib bering, ikkalasi yetinglar mol qilib qo'yadi, xudo xolasa. Bunimiz aka, ma'munimiz 40 kunlik, g'unajinchi. Narxi 13 million so'm. 0152 ekan quloq raqami. Ha, eng kichkina gibrid g'unajinchi. Bunimizni buqacha bitta dona. Ha, 34-58 ekan. Bu buqacha. Bu 3,5 oylik. Bu ha? Ha, bu 3,5 oylik. Buning narxi 14 million so'm. Jupiga 27 million so'm. Kami bor yana. Albatta aka, savdolashamiz. Samarqand. Bu savdolashish, talashish qon-qonimizga singib ketgan. Siz bilan men savdolashganimizdan foydasi yo'q. Biz chiqilib. Ha, endi men ham aka qo'ldan kelgancha arzonroq qilib chiqaryapman. Yashang. Endi qo'ldan videodan oldin kelisha olmaganmiz. Yo'q, aka, men 4 million qimmat et, 1 million talashamiz, u narsa kerak emas, do'stlar. Bori pul sizlarniki cho'mchaginglarda. Mol joyida turibdi. Hech kim sizlarni uyquylardan uyg'otib tur, anu chorva videosi chiqdi deb ko'rsatmayapti. Ha, qarang, mana aka. Do'stlar, biz variant beramiz. Tanlov sizlarda. Anu chaqaloqlardan qachon chiqadi Steam'dalardan? Chiqaryapmiz aka, xudo xolasa. Bitta. Yo'q, endi ani yo'q, so'rab qolishyapti, ketib qoldi. So'rab qolishyapti, ketib qoldi. Ha, aka. Xudo xolasa chiqaramiz, bilasiz-ku. Endi qo'ldan kelgancha 50 xizmatidamiz. Bori shu. Aloqaga chiqursin. Nomerlarimiz 99lik kodi bilan 825 409. Lakatsa? Lakatsa Toshkent viloyati Yangi yo'lda. Nimani orqasida deyilardi bu? Eram kafe bor, shuni orqa tarafida. Eram kafe. Ha. Mollarni kelishsa, zaklab tushirib berishadi, mollar yetib boraveradi aka. Bir kun yarim kun nari bersin, xudo xolasa. Shunaqa yaxshilardan birontasini ayb, nuqson, defekti yo'q aka. Bo'lsa, borini siz ham ko'rsatib aytavering. Menga u nimasi yo'q. Yo, nuqson. Endi aybi bor. Ha, yo, mana ani qo'tiri bor, mana bunaqa qilindi dedi. Endi bori shu aka. Shu aybi molligida. Ha, aka, bularning bitta aybi bor, to'g'irlash kerak. Egasiga olib borib topshirish kerak. Bo'ldi aka. Ha. Mana do'stlar. Orqalarini ham ko'ring. Kattaligini, kengligini, sarlari baland. Aka, go'shtiga chaqsangiz 2 million, 1 million qimmat. Lekin bular ertaga anaqa-yu, paroda-yu, o'z mahsulini aytadi-yu. Bular sigir bo'lib bo'g'oz bo'lsa ham qimmat. Ha, aka. 10 litr sut sog'maydi, 20 litr sog'adi. Misol. Endi boqsa, mehnatini qilsa, shundan shu odamga yuqtirsa. Hozircha mana u bu deydi odamlar, lekin 10 litr sut beradigan Jaydar sigir ham 30 millionga chiqib bo'ldi-da. Birinchi tug'ishga. 10 litr sut o'zini-o'zi osh-ovqatini qoplaydi aka. 10 litrdan tepasi ana odamning daromadi. Shunaqa. Daromad qilaman degan odam paroda mol boqadi. Ham tikib qo'ygan puli joyida turadi, ham uydagilarni boqadi. Tug'ilgan bolasi ham yaxshi pul. Ja, bolasini sota olmasa, o'sha nomerimga aloqaga chiqib ko'rsin. Ja, oldindan bo'lmasa, eshikligini tegiga chiqmasdan buzoq, kartalagiga pul tushiradi. Bo'ldi. Sotaveraman ham, aka, mana shunaqa g'unajinlar bo'lsa, menga qiziq emas. To'g'ri. Hobbiyim ham, biznesim ham, tirikchiligim ham shu men. Oluvchi bilan sotuvchi bir-birini topa olmaydi. Ha, men sotaveraman ham. Yashayman. Telefon qurishsan, videolar tashib beraversan. Yuboraveraymi. Ishbi turadi. Puli ishtir. Xoling karta, xoling shopirdan naqd berib olib chiqib ketadi, eshiginglar tegdi. Mana. Mana aka, yeb ichish qanaqasi leska yeyapti, mana qarang. Otish. Ko'rdingizmi? Va qolib ketdi. Hozir do'dam men buqamga nima beryapsanlar deb stroyki bo'layotgan joy. Tozalab qo'ydik, top-toza. Stroyki bo'layotgan joyda aka. Kelgan joydan kepinglar bilan qo'shnidan chiqqan po'chon ustiga keping sepib berib, boqing, xudo xolasa zo'r bo'ladi, nega bo'lmaydi. Aloqaga chiqurishsin aka, xudo xolasa bori shu, qo'ldan kelgan chiroyli qilib beramiz. Yashayman. Sifati, tan joni sog'. Yemasa ichmasa mollarning badani bunaqa bo'lmaydi. Men bularning sutiga garantiya berib sotmayman. Negaki bo'g'oz emas bular. Siz sog'lig'iga garantiya berasiz. Ha, aka, lekin sutli mollar bolalari, hamma belgilari, parametrlari o'zi gapirib aytib turibdi. Yashayman. Bo'ldi. Xudo bozoringiz bersin. Kelavurishsin. Ketkizgan vaqtda Layklarni bosib, obuna bo'lib qo'ysa, bundan ham zo'rlarini birinchilardan bo'lib yetib boradi, xudo xolasa. Ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar, do'stlar. Mana shunaqa g'unajin. Mana qarang aka, mana qarang. Videoni tushirib. Mana qarang. Keyingi yilga xudo xolasa mana.
Ha, ona bola keyin bo'lib. mana aka kadr siz qidirib yuribsiz. Mana kadr yo'q, mana shunaqa tursa 65 million so'rasa 60 millionga berib qo'ya qol deydi, xudo Bu xohlasa. qancha bo'lsa-chi bolasi? Aka nima tug'ilsa ham pulku, nima tug'ilsa ham. Isalom orqasidan tushib olsin. Ha, shunaqa eng muhimi shu. Bu men o'qlargacha bir qoyil. Jarohatlasiz eson-omon. Doktorlarga ishinglar tushmasin iloyim. O'zligini sog'ligini asrasin, mollarni oqsildan. Ketkizgan vaqtinglarga rozi bo'linglar, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Kino tugadi. Film UzMaster'da olinadi, bizda kino olinadi. Tugadi.